Hormaylar, yaxshimisizlar? Bu videoni qilishimdan maqsad hurmatli Yandex zakaz qilib ishlatayotgan klientlar, iltimos sizlardan. Mana ahvolni qaranglar, mana. 5,5 kilometrdan kelyapman mana shu yerga. 5,5 kilometrdan mana. Mana. Qani bu yerda bir jon bormi hozir? Klient bormi mana? Nima odamlar bunaqa bo'lib ketyapsizlar? Bizani aybdor qilib qo'yasizlar yani. Hozir nima qilish kerak? Akmen qilish kerakmi? Uydi, buydi deb. Inson sizlar ham insonsizlar. Sizlar ham qanaqadir xizmatingiz uchun pul olasizlar. Biz sizlarni o'tpetga olib borgan xizmatimiz uchun pul olamiz. Biz bilan unaqa adalgina qilib, boshqa qilib gaplashmanglar, iltimos sizlardan. Biz ham insonmiz, biz ham oilamizni boqamiz deb yurimiz havasga, sizlar neringlarga tegish uchun, yo nerimiz o'ynash uchun ishlamayapmiz, to'g'risi Yandexda bor. O'zi arzimagan pulga 5,5 kilometrdan kelyapman. Yana telefon qo'yman, u yoqqa yur, u ko'chani boshiga yur, bu ko'chani boshiga yur. Internetim yaxshilamayapti, svetim o'chuv, shunga balkim tomi ketayotgandir. Lokatsiyasi joylashtirib chaqirayotgan joyingizga to'g'ri qilib chaqiring desam, yo unaqa qila olmayapman, bunaqa qila olmayman. Maqsad nima? Atmen qo'yishmi? Atmena qilaymi, nima qilay, shunaqa qilaymi deydi. Keyin hozir men u yoqdan bu yoqqa yugurtirib yuribsiz. Vaqtim ketyapti. Kilometrim ketyapti. Bunga siz lishniy pul qo'shib bermaysiz. Lishniy pul qo'shib berganda siz jalba qo'rasiz. Tur, maqsad nima? Atmen qilishmi? Atmen qilishmi? Tur, atmen qilib jalba ham yozaveryapti, bor. Atmen qilishni so'radi deb. Unchalik bo'lmaylar, iltimos sizlardan. Mana ahvol mana. Odammichi ishlagisi ham kelmaychi, hop. O'tiribman-da hozir mana. Asabim buzilib bor-ku. Insof bersin-da, shunaqa insonlarga bor, insof bersin. Hormaylar, yaxshimisizlar? Bu videoni qilishimdan maqsad hurmatli Yandex zakaz qilib ishlatayotgan klientlar, iltimos sizlardan. Mana ahvolni qaranglar, mana. 5,5 kilometrdan kelyapman mana shu yerga. 5,5 kilometrdan mana. Qani bu yerda bir jon bormi hozir? Klient bormi mana? Nima odamlar bunaqa bo'lib ketyapsizlar? Bizani aybdor qilib qo'yasizlar yani. Hozir nima qilish kerak? Atmen qilish kerakmi? Uydi, buydi deb. Inson sizlar ham insonsizlar. Sizlar ham qanaqadir xizmatingiz uchun pul olasizlar. Biz sizlarni o'tpetga olib borgan xizmatimiz uchun pul olamiz. Biz bilan unaqa adalgina qilib, boshqa qilib gaplashmanglar, iltimos sizlardan.